Rahmonlar aka, mana qoram yo'qdi. Yangi yil ham yaqinlashyapti. Musofirdagilar Rossiyadan, boshqa davlatlardan O'zbekistonga kelishyapti. Musofir aka-ukalarimiz uchun qanaqadir skidka qilib bera olasizmi Cobaltlarni? Musofirdagi yigitlar uchun, jigarlarimiz uchun, aka-ukalarimiz uchun Ha. 155 milyon 500 ming so'mlik style Cobaltlarni 155 milyon, 154 milyon, 153 milyon deb rekord qildik-ku. Yana undan ham kamiga, 500 ming kamiga 152 million olib ketsinlar. Zavoddan 3 million kamiga. Ana. Zavodda o'zida 155 millionmi? Zavodda 155 milyon 500 ming so'm, Ha. 152 million olib ketsinlar. Midnight Cobaltlarda. Ha. Agar style Cobalt bo'ladigan bo'lsa, bosh to'lov $4250 to'lagan aka-ukalarimiz ovi 3 million 300 mingdan, kuniga 110 ming so'mdan bemalol kelib Cobalt olib ketishlari mumkin jigarlar. Agar aka bosh to'lovga $4250 pulim yo'q degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, $2450 bilan bemalol kelib olib ketishlari mumkin Cobaltlarda. Trassani qiroli 70-75 mi yoki 90-95 mi? Cobaltda yuradigan akalar like bosib kommentariyada yozib qoldiringlar.